Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir bir voqea bo'ldi. Mana shu shokka tushib qoldim. Hozir mana tasrifga yangi olib kelishdi hozir. Mana drill. Xullas tasrifga zakaz qiluvdi, instrument yengillashga. Dastlabki jo'natib yuboradigan bo'lishdi, jo'natib yuborishdi. Yoniga bitta drill qo'shib olib kelishdi. Bu drillni bilishadi. Bu ham bir 130-150 dollar atrofida turadi. Taxminan bir 9 million 10 millionlik instrument. Drillni qo'shib jo'natib yuborishibdi. Dastlabkidan pulini berib olaman desam, yo'q olmas ekanmiz deyishdi. Do'konga telefon qilsam, senga sovg'a deyishdi. Men tushunmadim. Yana telefon qilsam, senga sovg'a deyishdi. Jahlim chiqdi keyin. Bu do'kon Parkinskiyda hozir aytmayman nomerini, lekin juda bir arzon do'kon. Ancha bir 8 yil 10 yildan beri ishlardim. Instrument olamiz, boshqa qilamiz. Xullas, o'zim ham Instagram yurgizmasdim. Yaqin-yaqindan 3-4 ta video qo'ydim. Bu sovg'aligini sababini aytishdi. Bir 4 ta video qo'yding, o'sha bitta gaping uchun senga sovg'a deyishdi. Men hayron qoldim, shokka tushib qoldim va shim bu kasbim orqasidan birinchi marta shunaqa sovg'a olishim, ochig'ini aytaman. Nimagaligini o'zim ham qaradim, qaysi gapim uchun tushuna olmadim. Kommentariyada yozinglar, to'g'ri vaqt berishdi. Shuni qaysi gapim uchun sovg'a olganligimni topgan odamga bundan ham zo'r sovg'a bo'lar ekan. O'zim ham xohlaman topishinglarni kommentariyada yozinglar. Nima uchun men bu sovg'ani olganligimni har xil savol berib ko'rdim, topa olmadim. Topgan odamga bundan ham zo'r sovg'a bor ekan. Buni ustalar biladi bu arrani. Eng oxirgi model 5 shumlik. Mana hozir o'rnatib ishlatishga ulgurdi. Mana drillari bilan sovg'asiga qo'shib drillni badaraka qilishdi. Men shunaqangi hayron qoldimki, 3-4 kun oldin men o'zim ham o'zimni ustozimni bir sovg'a bilan tabriklab keldim. Menga 2 barobar bu qaytdi. Shuni kommentariyada yozinglar. Kim topsa shu Parkinskiy do'konda o'zim olib boraman, shu sovg'asini aytishar ekan. Mana shu odam topdi deb men o'zim tadarika qilaman. Lekin bu bitta kommentariya yozishga like arziydi. Salomat bo'lasizlar.